Jigar, bir shu asartiga erimaysizmi? Duoni tegdi qolardingiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda mazali, asosiysi hamyonbop bo'lgan mehmonlaringiz o'yinidan joy oladigan sati tayyorlaymiz. Ishimizni qiyma tayyorlashdan boshlaymiz. Ovqatimiz hamyonbop bo'lishi uchun tovuq va mol go'shtini ishlatamiz. Piyoz, pomidor, ko'katlarni yaxshilab o'rab, tabga ko'ra ziravorlarni berib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan qiymamizni birin-ketin tugib olamiz. Ichiga ozgina dasir sovordim, mazasi noodatiy va yanada mazali chiqishi uchun. Siz yana nima qo'shgan bo'lardingiz? Shu ovqatimiz yanada mazali chiqishi o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Qolgan qiymamizga 2 dona bedana tuxumdan qo'shib yubordik. Teftillarimiz ochilib ketmasdan chiroyli bo'lib chiqishi uchun. Tazi, piyoz, pomidorlarni to'g'rab, bajarkasini tayyorlab olamiz. Va karakalarimizni qizib turgan yog'da yaxshilab qizartirib. Ketidan kartoshka, piyoz va pomidorlarni yaxshilab qo'yib, tabga ko'ra ziravorlab beramiz. Men har doim go'shtli narsani bir olaman, o'shanda kartoshkalaringiz ezilib, donga yopishib ketib qolmaydi. Galupsilarni terib, suv solib, qaynab chiqqandan keyin 1 soatga dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Juda mazali chiqqan. Siz ham uyda albatta tayyorlab. Shunaqa mazali ovqatlarni o'tkazib olmaslik uchun meni va Obidjon Chef profiliga obuna bo'ling. Videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.